zontiklari bilan qilingan joyimiz. Aynan patologlari, desiga zontik, cho'yxonaga bo'lgan. Mana bu yerdan para bemalol chiqib ketaveradi. Ichkaridan bu tepaga tortadigan hirraklari bilan bor. Holatni ko'raverasizlar. Bu tomoni xuddi shu holatda bo'lgan. Bu yorug'likda buniki bunday holatda. Xuddi shu holatda. Buniki dualdan chiqqan. Ikkitasi. Bu oshxonaga mo'ljallangan. Cho'yxona hamda oshxona. Ikkoviga mo'ljallangan joy. Ko'ring. Рабочий stol, rakvinalarni qo'yib berganmiz. Parda ozi qolgan. Oxirida bitta laklab bersak bo'ldi. Xudo xolasa ro'zadan keyin ishga tushadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, do'stlar, qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab murojaat qilaverasizlar, bemalol borib shunday holatda qilib beramiz.